haligi yeyishligi mumkin bo'lmagan narxni yeb qo'yganlaridan keyin ikkalalariga ham to'kilib tushgan. Lekin ko'rinish asha. Shundan uzoqdan turib, havo onaga jannatdagi shirin odammisan degan. Odam alayhissalom otamiz anti havo, sen meni jannatdagi juhtim havomisan deyishgan. Ha, men o'shaman. Men seni 400 istadim desa, men seni 400dan beri istab yuribman deb mana shu Arafotga kelishgandan keyin ular topishgan. Yana qaytadan bir-birini tanishgan. Shuning uchun aytadilarki, ulamolar yer yuzidagi Odam alayhissalom momo havo bilan topishgan joy, tanishgan joy qaytadan Arafot vodiysi deyildi. Mana shu tog'lar bunaqasiga tog' bilan o'ralgan. Mana shu hududda ana shu 300 gektardan oshiqroq. Mana shu joyda Odam otamiz alayhissalom momo havo bilan qaytadan topishib tanishgan. Keyin bular tanishgandan keyin bu tomonga qarab yurishni boshlashgan. Sal pastroqda Muzdalifa degan vodiy bor. O'sha yerga borganda qosh qorayib kun bo'lgandan keyin ana shu joyda endi xotin billalashib, billa yotishgan. Shuning uchun u joyning nomini Muzdalifa deyiladi. Muzdalifa degani xotin birga bo'ldi degani. Shu ma'noni bu Arafot vodiysining nomlanishligining bitta sababi shu. Ikkinchi sababi Ibrohim alayhissalom otamizga Alloh taolo Baytullohni qurishni buyurdi. Ham bitkizgandan keyin butun insoniyatni shu Baytullohni tavof qilishga chaqirdi dediga. Chaqirgandan keyin endi nima qiladi bular? Ularga qanday yo'l ko'rsataman deganda Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomni qo'llaridan tutib olib, birma-bir amallarni o'rgatganlar. Tavofni shunday qilasan, Safoga shunday chiqasan, Marvada shunday bo'lasan, duolar qilasan. Bu paytda sa'i qilishlik bo'lmagan. Faqat Safo tog'iga chiqib qulab duo qilish bo'lgan, Marvaga chiqib qulab duo qilish bo'lgan. So'ngra mana shu Muzdalifaga, Minoga olib kelgan. Bu yerdagi duolarni, namozlarni o'rgatgan. Undan keyin Arafotga oxir olib kelganlar. Oxir olib kelganlarda har safar amalni o'rgatganlarida Arafda deganlar. Bildingmi deganlar. Shunda Ibrohim alayhissalom bildim deganlar. Hajda amallarini, ularni dinidagi haj amallarini mana shu Arafotda tugallagan. Arafotga olib kelib turib, hammasini yana bir qator qaytarib, Arafda deganlar. Ibrohim alayhissalom